Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bu yil hisobdan o'qib tugatgan navbatdagi kitobim Baxtiyor oila kitobi haqida umumiy xulosalarim bilan tanishtirmoqchiman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Baxtiyor oila kitobi eng ko'p tirajda chop etib kelinayotgan bebaho qo'llanmadir. 2012-yildan buyon har yili qayta nashr etib kelinayotganiga ham bu kitobni qiymati, bahosi qay darajada ekanligidan dalolat beradi. Kitob 528 sahifadan iborat. Unda insonning juft qilib yaratilishidan boshlanib, oila bilan bog'liq barcha masalalar o'rin olgan. Har bir mavzu Qur'on oyatlari, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislari bilan asoslangan holda sodda va oddiy uslubda bayon etilgan. Shuningdek, mavzularda hayotiy misollar ham keltirilganki, bu kitobxon uchun mavzuni yanada yaxshiroq tushunib olishga yordam beradi. Jumladan, nikoh, umr yo'ldosh tanlash, nikohlanib bo'lmaydigan ayollar, munosib kelin yoki kuyov tanlash, sovchilik masalalari mavzusidagi ma'lumotlar barcha uchun bilishi lozim bo'lgan muhim tavsiyalarni qamrab oladi. Shuningdek, mahr va uning hukmlari, nikoh xutbasi, kelinning sepi va anjomlari, nikoh to'yi haqidagi ma'lumotlarni ham har bir oila qurish ostonasida turgan yigit ham qiz ham o'qib o'rganishlari lozim. Chunki bu mavzulardagi ilmlar yetmasligi oqibatida bugun ko'plab oilalarning buzilishi, ajrim bo'lmoqda. Kitobda shuningdek, nikoh to'yidan keyingi ayrim masalalar, kuyovning kelinning oldiga ilk kirayotganda bilishi kerak bo'lgan ilmlar, g'uslning farz va sunnatlari haqida ham batafsil va muhim ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari, er-xotin huquqlari, erning ayoli oldidagi va ayolning er oldidagi burchlari bayon etilganki, bu burchlarni mahkam tutgan va amal qilgan oilada to'kin baxt va fayzu baraka bo'ladi. Qaynona kelin, qudachilik bilan bog'liq masalalar ham ushbu kitobda o'rin olgan. Oila barpo etilgach, farzandlar dunyoga keladi. Kitobda farzandning tug'ilgandan keyingi haqlari, aqiqa qilish, qulog'iga azon aytish, xatna qilish, ism qo'yish bilan bog'liq mavzular ham hayotiy misollar asosida keng yoritilgan. Shuningdek, eng muhim mavzulardan biri farzandlar tarbiyasi masalasi ham keng yoritilgan. Ota-ona haqlari, ularga yaxshilik qilish barcha zamonlar uchun muhim. Kitobda Allohning kalomi va payg'ambarimiz hadislari asosida bu mavzu ham sodda va tushunarli uslubda yoritilgan. Har bir oilada istaymizmi, yo'qmi, ba'zida kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Shunaqa holatda qanday yo'l tutish kerak? Oilani saqlab qolish uchun er yoki xotin bunaqa vaziyatda nima qilishlari lozim? Bu haqda ham kitobda keng ma'lumot berilgan. Shuningdek, bola asrab olish, taloq va uning turlari kabi mavzular ham kitobda joy olgan. Bir so'z bilan aytganda, Baxtiyor oila kitobi ensiklopedik qo'llanma bo'lib, har bir oila qurish ostonasida turgan va oila qurgan insonlar o'qishi shart bo'lgan kitobdir. Shu bois, albatta bu kitob javoningizda bo'lishi shart.